O'tni olamiz, uzib turib, ozgina aralashtiramiz. Mana shu loyiga shunday aralashtirib turib, qiyon qilib turib, somon suva qilib turib, xuddi shunday qilib turib, travertning xizmatiga shunday surkadigan bo'lsangiz, duvolingizga yechitma bo'lmaydigan bo'ladi. Qilib chizib ketishadigan bo'lsa ham bemalol vodotoshnik bo'ladi. Yuv ishlatsangiz bo'laveradigan bo'ladi. Qaranglar do'stlar. Shunday yuvib yuboradigan bo'lsangiz, ketadigan bo'ladi. Bilet berishini qaranglar. Suv tegandan keyin yana ham bilet beradigan bo'ladi. Qilinayotgan ishga 15 yil garantiya beradi. 15 yilgacha bemalol yuvib ishlatsangiz bo'laveradigan bo'ladi. Xuddi shunday sokil xizmatlar, sokillariga, salafanlarini, lesalarini, hamma yo'qlarini, xomashyolarni o'zlari olib kelishar ekan. Atiga 100 ming so'mga xuddi shu ko'rinishga uyimizga olib kelib topshirishibdi. 100 ming so'mning ichida lesasi, salafani, xomashyosi, xizmatlari polni kirar ekan. Shu ko'rib turgan faizli xonadonlaringni $3300 suv tekin narxda juda arzon qilib berishgan bo'lar ekan. Kimgadir shunaqangi travertin xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, fasollari juda ham ko'p, siz xohlagan fasollarda qilib berishadigan bo'ladi. Tiyagalarini bonusiga yopishtirib berishar ekan do'stlar. 1 kvadratini 100 ming so'mdan chiroyli qilib berishar ekan. Kimgadir shunaqangi xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi.